Tayyorlik tutma. Az başlığa 1, 2, 3 başlandı. Yaşlıqның, paklıqның simvolu pak yüz çapılı. To'xtama. Fuka, yaşlıqның, xaslıqның gep bo'lib ketdi. Buni loyiq tushunmatamdi ya. Bu hanım shunday yoshqurani xaslığım var. Unda esa, men mahsulotni tutmay. Buni tutib harakat qilsam yomon beorom bo'lib ketganman. Oy aka, undaqsiz qat'iy bo'lmaydi. Bu mushu mahsulotning e'loni tutsa, bu mahsulot chiqib qanday bo'ldi? Qat'iy bo'lmaydi mahsulotni tutmasangiz. Unda bo'lsa, men mahsulot chiqsin. Men e'lonni pakiz tashviq qilib beray. Bo'lsa siz chiqmasangiz bo'ldi. Oy aka, men mushu mahsulotni ishlab chiqargan odam, cho'qim men chiqishim kerak. Qara. Men Jungodagi cho'ng Vahaqa degan mineral suvni bilasiz qo'y. Uni bozor ishlab chiqargan bosh direktori u ilonni o'zi chiqmagan. Uning iloniga yosh cho'lponlarni chiqargandi. Shunga siz men ishlarni texnik xodimlarga berib, sizmi ashloq o'xshash mahsulotingizniki suftiga kapolat qilsangiz bo'ldi. Oye aka qara, birinchidan men xaridorlar hozir mahsulotga emas, men mahsulotni ishlab chiqargan odamga qiziqdi. Davr jihatdan ilib esa, siz degan u e'lon ilish usuli, o necha yillar ilgirki ko'n andizlar. Qarang aka, yana desam, yana shu. Men hozir butun kishilar tuxumga emas, men tuxumni ishlab chiqargan mekiyaning qiziqdi. Shuning uchun men e'longa o'zim chiqishim kerak. Siz Qarang aka, undaq qilaylik. O ayol sen jilayroqqa unga tam turmay, yana bir qitim bir kavasiga o'tdik. Ma'quldan aka. ma'qul, Ra'no singlim. Men sizning direktoringizni o'zini deb men e'lon chiqqandim. Sizga ko'p rahmat aka. Direktorimiz sizni bek samimiy, gapida turadigan odam degandi. Hozir bu e'lon mushtal tashlab qo'ysak, men direktor javob beramayotganman. Shunaqa yana bir qitim kavatgan bo'lsak, ma'quldan aka. Ma'qul. Yosh yoshlikning, xaslikning simvoli. Qarang singlim. Men nurg'un ilonlarga, kinolarga chiqqan. Maydon degan mushunda bo'ladi. O'zingizning falokatligingizdan qutulib chiqib tushdingiz. Bu ilon chiqmadigicha ishingizni qilib tursangiz bo'pti ekan-to. Nima gap qilsam, men dars o'tayversiz bayondan yoqi. Men sizga taraq turgan pulni bergandikin. Pulni sizga maqtini olgandikin. Qilgan ishni qilib, qilmagan ishni qilmay, e'lon chiqishingizni bilsangiz bo'lmadi. Pul bersam men qarang, men cho'lponlar ketadi. Pulni versangiz, hamma ishni qilgan ish yo'q. Hamma ishning o'ziga kuchli prinsip bo'ldi. Artist deganning o'zining qadr qimmatini bo'lish kerak. Men qarang, pul verdim deblar. Cho'lponlarga, ayol kishining tozlik qog'ozini tutqizib qo'yib, kichik bolalarga aroq tamakini tutqizib e'lon ishlasak bo'ladimi? To'g'ri dedingiz. Pul versangiz, chiqargan cho'lponlar bor. Ular-chi sizning mahsulotingizning suftiga biz ham diqqat qilmaydi.
Ulan çolpan demdi o. Vaqti kelganda qonun ularni bir taraf qildi. Men sizga shuni deb qo'yay. Ma ilonga men chiqmayman. Uy! Voycan! Voy chiqmasam chiqma! Chiqmagancha o'zim rolni ololmay chiqmayman, chiqmayman deb neydi? Voycan! Mavju qaram, toza yo'g'on, toza domli, toza pulni jeb qolgan cho'lpan aka bilan qancha pul kesib menga bir beray. Ma'lum uchun rolni ololmaydi ekan. Uy! Rajimni chiqadi. Deniz suyu götürülse, kimin tan götürüldü. Demek, şirket bir deniz olsa, hizmetçiler del şu kime. Bizning taraqqiyotimiz şirketning taraqqiyotga o'xshash. Shunga şirketimiz uchun jon dilimiz bilan ishlashimiz kerak. Bo'ldi, bugun men shunchalik so'zlay. Bag'imni bizning Dilnur direktori so'zlasa. Nijat direktor shunday yaxshi so'zlar qildi. Endi men bizningki shirkatning buningki taraqqiyoti nishon to'g'riliq ozroq so'z qilsam. Sizga qopsizg'o. Bir ish bormi? To'liq xursandlik qilmagan Nijat. Nimishqa kelganini obdan bilasiz? Qani, choy icham. Bir ish bilan kelganman. To'liq yog'a saram bo'lyapman ha. Bizga kichik bo'lmasa, bu uyni tutamsiz yo'qmi? Bu arzu ishimizning ishi edi ha. Bu ishimizni hal qila olamiz. Hal qila olamiz. Qanday hal qilasizlar? Qancha hal qilasizlar? Talada siz bor u yerni o'ynab, uyda singlim dadingizni tatib o'tiryotdi. Onunla bek oval bo'lib ketib bordi. Yana desam, yana shu. Bu ishimizning ishi. Siz aralashmasangiz bo'ladi. Aş ikkilarni o'tirsidiki, Arzu ismli birisi mening bir qo'saq singlim bo'ladi. U birisi bo'zaq bo'lib qolganda men aralashmay tura olmayman. Men uni bo'zaq qilmadim. Ishimizning o'tirib hissiyat degan narsa qilmadim. Ben onu ajrashib ketayli dedim. O onu dedi. Shundoq o'tsam o'tamanki, ajrashmayman deydi. Bu ish mening beshimni qotirdi. Uy deganni hissiyat qilmadi deb buzdigan narsami? Uy deganda eng muhimi hissiyat emas, balki prinsip. Mundaqcha aytsam, uy tutish xuddi bir sheriklashib shirkat qurgan o'xshaydi. Şirketdimi amaliy kuch, prinsip degan narsalar muhim bo'lganga o'xshash, oildimi shu? Şirketdimi hissiyat desa, shirkat vayron bo'ldi-ku. Shuning o'xshash, oiladimi hissiyatni birinchi o'rin qo'yib olsa, tuttirdigan gap. Baqiram. Mening yana azroq ishim bor dedim ha. Shunga Meni chiqib ket demoqchimi? Men bu yerga bekor qilib keldim-mi? Singlimning ishini bir taraf qilmasam hargiz chekatmayman. Zodi qanday qilmoqchi? Ajrashmoqchi. Rostilla ajrashmoqchi. Ajrashmoqchi? Ajrashib ketsanglar bola qanday qiladi? Singlimchi, onamchi? Baqiram. Bir uyni ana yoki balini deb tutib qolib olmaydi ekan. Shaxsan bu ishni men olmadim yo'q. Nijat, sizda-chu oila nima, bola nima deganlardan faqat xabaringiz yo'q-ki. Mas'uliyat tuyg'usi degan narsa texmi yo'q-ki. Sizda bek bizar bo'lib ketdim, jerginib ketdim, bekla. Endi siz oila, turmush deganda bak bilatdingiz-ku. Menda bajirishib ketdingiz. Çoğaçanlar turmuş to'g'riliq faylasoflardek so'zlab ketadi.
Oma ajrashib ketdi o. Buningga nima deysiz? O iş o'xshamaydi. Bu aytgan sizlarniki faqat o'xshamaydi. Shundoq. Hech kimning ishi hech kimga o'xshamaydi. Siz o'zingizning tajribalar orqali boshqalarni tarbiya qilmadingmi? Chunki hikoyamiz o'xshashmaydi. Boshdan kechirganlarimiz o'xshashmaydi. Qisqasi sizdek bir tul xotindan boshqalarning turmush to'g'riliq qilgan nasihatlari xuddi bangidan boshqalar tomar chekmaslik to'g'risida qilgan nasihatlari o'xshash. Oldu. Vaqtimdan bay chiqdim. Siz cho'qim qilganligingiz pushaymon qilasiz. Singlimni bo'zak qilganga to'yisiz. Men bu ishni hargiz bunday qo'lda qilatmayman. Kral. Oy, siz mitiniz? Hadi kral, oturun. Siz bilan shamoda? Ey, yaxshi. Ko'ngil xaridordan birisi bizni yana turib tushunamay qolibdi-ki. Shuni tushundirib yo'lga sap qo'ydim. Chiqibek yaxshiladi sizmi? Qaysi kun choy gapingiz bo'lganda men gap qo'shib qo'ydim. Yomon gapimni qilmagansiz? Uni bos qilaman. Choy ichasiz, qahramni. Bo'ldi. Hozir xaridorlarga hozir materiallar bor edi, shuni qilib bir inson bo'lmaydi oldirish. Bo'ldi, boshqa kun ichaylik. Meni choy bilan uzatmayapsiz? Yaqin unda qilolmaydigan bir kun birga tomoq yeylik. Bo'ldi, sadoqat saqlayman sen. Hop. Qara oğlum. Yandan bir programma chiqibdi. Qiz yigitlarga loyiha tunishtir degan. Men-chi qara, seni tizimga tutib qo'ydim. To'y nima bo'ldi? Ha? Nim ko'zlarim yo'qnab ketdi-ku. Voy apa, o programma degan program gruppasi model qizlarni taklif qilib akaga yozgan programma u men chiqib nima qilmayman. Voy nim deydigansa bolam? Shuncha cho'ng programma, shundacha ko'rilmalarni aldamasancha? Sen kitaplarni ancha-muncha o'qib qo'yiblar, hamma ishdan qusur topib ekansan. Qara bolam, oldida chiqib baxmamsan. Kim biladi? Shu kuni Sibira model qizlar bilan kelishib qolamsan, texiya. Shu vaqtida men bu meniki model qizim, model keldim bor deb yurib kelsam, nima degan yaxshi bolam. Apa, men o programga chiqmayman. Chiqin o'zingiz chiqma. Bu nima deganing ha? Hozirchilik o'zing pressini topmaysan. Men topsam u bu deysan. Astag'firullah. Men sana nima qilsam bo'ladi ha? Apa, shigiyatning bir so'z yig'lig'ili aran turdi ekansiz. Men ya to'y qilmayman demisam. Mening demoqchi o'g'lim, ha programga chiqmasam men o'zim loyiha topa olmayman. Rasmi bolam. Sizga demagan shu bir qiz bordi. Rasmi? Loyiha topdimmi bolam? Kimning qizi ekan, nima ish qildi, ismi nima? Ha, gap qila. Voy apa, men kimning qizligini nadim bilay. Shugar bir gapni 5-qirib qo'yib jibidan jingiz so'raydigan ishingiz sizlar. Ish qila papa. Men u qizlarni qo'l kaltagin. Yaraysan o'g'lim. Endi dadamda gap qilyapsa, meni pek xush qildim o'g'lim. Aynishida dadammi? Meni seni qo'limga keltirgan deb meni qo'lga keltirgan edi. Bolam, muhabbat ishida-chi, mushunda keskin bo'lish kerak. Ma'qul apa.
Çoxum şunday qilma. Hamza apa. Men yapılamadım ben. Voy, ozroq Nima yeb berdi? olsamamdi. Ya, bo'ldi, apa. Ko'rib bo'lmamdi, ha? Ma'qul. Bo'ldi. Manda Ma'qul apa qilib bo'lam. Ha, bo'ldi, bolam, undaq bo'lsa, ishqi berib kechrak kelsangmi bo'ldi, Jumo? Jumo bolam, uzoqroq so'zlashgin. Aqzo'lanchi bolam, uzoqroq so'zlashgin, Jumo bolam, ha? Ma'qul apa, ma'qul siz qayb qilin, xo'sh emisa? Ma'qul, bo'ldi, xo'sh. Acaba tuyuda bu xeridan yaxshi. Vay gipini qilmang. Shundam yoqtamdim o'qibdi nima? Yoqtamda bir rad qilib bo'lmasa, ko'rdingizmi, direktor tutdi maslahat ishimizga atib qo'ydi. Bo'ldilar. To'liq qaqshamay, loyihadan qaytib birini yozay. Of, deb 3 yilda la kompyuterni qaytib Vay direktorlik deyli almashtiribsiz. Qilma ishdan tayib yo'q, almashtirib beransa qo'yiqchi ishni ko'rda. Desakmi, ma e'lon ishlab bo'p deyli. Nabiy qada avvaldan. Bu adash. Kela o'tir. Ana yaxshimi adash? Yaxshimisiz ana? Yaxshimi? Aldash o'tib qolsam bu tarafga. Birashdan kelganmi ya? Voy, atayın keldim atayın. Voy, men Rana'nın kompyuterini bir to'liq saqaytib berdim ama. Vay. Men unutqa haqqimni. Men akne Adilga. Men Rana'nın kompyuterni tasdik saqaytib bersam, atayın kelib qarang o'sha payga. Hajib yaxshi. Almashtirib o'tlayman. Voy, men hozir ketib yonmay. Ben anladım. Bu bak konurak gitti o da. Onun üstüne kaçan sistemi adamına. Shu qarang'ida biz kompyuter tushamagan keyin buzib qolishi deyverdik emas. Buzib qolganda shunday tutilgan to'xoday tura olmay qoldik emas emasmi? Sizni turolmay qolmasin deb men keldim mana. Bunun ichidagi hujjatlar chiqamas-ku, ha? Ya, chiqamiz. Las bir yo'pan barmoq tishlarsiniz. Kaçılab bilsek. Sada? Ha? Adımla çıktı kiraya. Ha. Anısı cabacıktan. Vay ya. Ha, bana köçürüp mü buldu ya bunu? Hem üç yapma meydanda? Ya. Ha, adı tuttu mu? Ha, tuttu. Hem bir kıtvan maydan. Cep yaxşı. Hem sine benim hasta kaytay. Makul adaş, makul. Adı bunun bağısı. Vay ya, bunu fırlanmayayım menen könlüm var. Vay yo'q bo'lmaydi. Daha bulun. Gerçi kompüterni tushamisam, uni azanlamas ekanligini bilmadi, ha. Hisobsiz ayirmas debdi-ki. Rana, sizle çatar çıkmışsa biz ayrılmayız. Qandaydir nabiy? Hamsa, mana qilib bo'lmasa bu pulni gapini qilmay. Bir kun bo'lmasa qahva ichib taklif qiling. Chataq yo'q. Hamsa, Lekin- qaytay. Ma'qul ana. Ben ustaya. Ma'qul. Badam qanara? Sen zaten nima ish qilmoqchi adash? Ranani qo'llashmoqchi. Bu akşam ben sana nima dedim? Voy, bildim uning loyiq baka. Shunda tuzib qolsa. Adash, uning demak bu ishchi to'y qilmaydi deganda am fursat bor deyman. Fursat, senchi fursat bormi? Menimcha bor. Men adash Ranani tunji ko'rganda uni ancha xushal emasligini his qildim. Mencha bu Rana hozirgi loyiqidan cho'qim rozi emas adash. Adaş, akşam üzerime koydum. Rana'nın hazır ücretten layıkı. Çağqas itiva, tuz sipiva bir adam degine. Bu ikisi aralashqanmi belki uzanmab ketmedi. Ay bu işten ahir qanday oldu ekan Cuma? Nabiy. Men tasini men madad berdi olsam, aytsa men cho'girga o'tirdim. Adaş seni çöktagin emas. Shug'ulisi Ay, qara. banda shug'ulisi pug'unisini qo'yadi. O'zim uqsam 30 dan ochdim. Hozir kelib bir qizni yaxshi ko'rib baqadim. Endilikda Rana ko'nglim tushdi. Mayli men uni keltirolmay, men bu ishni cho'qim sinab baqaman. Shunda armonim qolmaydi nabiy. Agar sen mening do'stim bo'lsang, meni to'smay, men yordam qil. Qaytdim. Ya Adil, qara.
Makaram, siz gumalangıdak iş yok. Şu şirketten mihmanlarga amra oldum xalas. Balki. Bo'ldi qilgan. Birini keliydi ha canım. Makaram. Makaram. Canım 500 koy ver ha. Ha. O tönegen tıkış kimin koyma geldim o. Bir muz soğuk tepenim kocam. Voy astarak yap qilib, men mandal deb qo'ydim. Ha, maqul astarak qilay. Nemish qildingiz 500 koyni? Ay canım. Sizning qiziq. Voy siz bergan pulning hammasini men o'zim ishlatib olmayman. Men uygim ishlatdim. Ondan so'ng ayol kishi deganning chiqimi jiq bo'ldi. Shuni da so'rab qo'ydim. Vay ben sizni pul sordu deb xafalanmadim. Men bu tirikib ishlasam bo'ladi o. Amaliyotda qo'y japatatsiz. Men ishlansam yo unimidingiz, ishlagan bo'lsam bu sizdan pul so'rab mujimlasdi. Vay sizni ishlanan degan ham qaramjinim. Ikkimiz birer balla qo'yib qo'ygandan keyin ishlasangiz bo'laverdi emasmi? Uning ustiga hozir birer idora yo birer shirkat kirib qolsangiz, eg'riya qo'yib qolsangiz, yana dam olishga majbur bo'lasiz. Uning ustiga bizma xizmatga mas'ul bo'lmaganda gap paydo bo'lib qoldi-ku. Shunga da'vat qilaman. Sizga o gapda ya. Ha shuni bilan? Shuni bilan 500 ko'y yo'q. Ha? Opamga mumkin pul sepdim. Qarang jinim. Men cho'nglarga yordam qilmang demayman. Lekin biz o'zimizni o'ylab qo'yishimiz kerak-da. Balla qo'limiz ta'atimiz, bizga pul lozim. Yezining turmushi qaraganda shaharning turmushiga xiroj ko'p bo'ldi, bilasiz. Shunga onam deyavermayman, bolamni deb qo'ying jinim. Ya, balasini hayvonlarni boqdi, lekin ota-onasini faqat odamlarni boqdi. Bu jihatni men to'g'ri tushunaman.